Hammaga assalomu alaykum. TestChoose platformasining yana bir foydali videolariga xush kelibsizlar. Demak, bugungi videomizda biz PDF dan Wordga funksiyamizni ko'rib chiqamiz. Ko'pchilikda savol tug'ilishi mumkin. Bu funksiya internetda juda ham ko'p. Bu narsani aynan bu platformada menimcha bo'lish shart emas degan savollar bo'lishi mumkin. Lekin unaqa emas. Ya'ni biznikini aynan internetdagilardan farqi bor. Hozir bu narsani aytib o'tib ketaman. Agarda siz internetdagi servislar orqali aynan PDFingizni Wordga o'girmoqchi bo'lganingizda, agar PDFingizda qandaydir raqamlar bo'lsa, ya'ni misollar yoki formulalar bo'ladigan bo'lsa, ularni birga bir formatda, ya'ni o'zidek qilib sizga konvertatsiya qilib bera olmaydi. Chunki servis o'zi shunga mo'ljallashtirilganki, uni sotib olmaguningizcha, ya'ni unga to'lov qilib sotib olmaguningizcha sizga o'zi birga bir formatda konvertatsiya qilib bera olmaydi. Chunki aynan servis shunga mo'ljallangan bo'lishi mumkin. Biznikida, ya'ni bizning servisimizning farqi shundaki, bizniki aynan shu xatoliklarni hisobga olgan holda va yana qo'shimcha funksiyalar qo'shgan holda aynan shu funksiyamizni ishga tushirganmiz va buni hozir sizga batafsil tushuntirib ketaman. Keling bo'lmasa vaqt cho'zmasdan PDF dan Wordga funksiyamizni ishlash jarayonini ko'rib chiqamiz. Demak, buning uchun biz resurs bo'limidagi PDF dan Wordga konverteriga kirib olishimiz kerak bo'ladi. Keling, kirib olamiz. Va bu yerda biz hozir hech qanday faylimiz yo'q. Endi biz birorta PDF hujjatimizni Wordga o'girib ko'ramiz. Demak, plus tugmasiga bosamiz va faylni tanlang bo'limini bosgan holda birorta PDF ni yuklab olamiz. Demak, mening tayyori bor, fizika test PDF. Shuni yuklab olamiz. Va ko'rib turganingizdek, bu yerda sahifa tanlash diapazoni bor, ya'ni shunday vaziyatlar bo'lishi mumkinki, ma'lum bir PDF tasavvur qiling, 1 dan 50 gacha sahifa mavjud va o'shandan sizga faqatgina 4-dan 5-gacha kerak bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha oralig'idagi PDF hujjatni o'zi kerak bo'lishi mumkin. Shuni chiqarishingiz mumkin. Ya'ni shuni chiqarish kerak bo'lgan paytda siz qolganlarini chiqarishingiz shart emas, majburiy emas. Internetdagilarda shunaqaki, siz butun boshli hujjatni konvertatsiya qilasiz, aynan ma'lum bir sahifasini konvertatsiya qila olmaysiz. Aynan bizning funksiyamizda bu narsa mavjudki, siz xohlagan sahifangizni xohlagan sahifangizgacha bo'lgan joyini konvertatsiya qilishingiz mumkin. Keling, bo'lmasa hozir 2 dan 3gacha bo'lgan joyini konvertatsiya qilib ko'ramiz. Mana 2 dan 3gacha yozdim. Va endi ko'rishimiz kerakki, biz 2 dan 3gacha bo'lgan joyi qandayligini ko'rishimiz kerak. Ya'ni 2 dan 3gacha bo'lgan joyi PDF testi qaysi jarayonni, qaysi betdan iborat yoki qaysi savoldan iboratki, biz o'shani solishtirishimiz kerak hozir. Demak, birinchi bo'lsa PDF variantimizga o'tib olamiz va o'sha yerda ko'ramiz. Demak, ikkinchi sahifada qaysi savollar bor va uchinchi sahifada qaysi savollar borligini ko'rib olamiz va keyin konvertatsiya qilganimizdan keyin birga bir qilib tekshirib olamiz. Mana PDF ga o'tib oldik. Endi qarang. Mana bu fizikada boshlangan joy bu birinchi sahifamiz hisoblanadi. Demak, birinchi savoldan boshlangan birinchi sahifa bizga ikkinchi sahifadan, ya'ni 5-savoldan 3-sahifagacha, ya'ni demak 11-savolgacha bo'lishi kerak. Ya'ni biz konvertatsiya qilganimizda konvert qilingan dokumentimizning ichida aynan 5-savoldan boshlanishi kerak va 11-savolda tugashi kerak. Keling, bo'lmasa hozir konvertatsiya qilib shu narsani tekshirib ko'ramiz. Demak, yuborish tugmasiga bosamiz endi va biroz kutamiz. Ko'rib turganingizdek, konvertatsiya bo'ldi va aytib bu yoqqa yozib qo'ygan bizga eslatma uchun sahifa deb turgan va bu yerda 2 dan 3gacha bo'lgan joyini sizga konvert qilib berdim deb bizga eslatib turibdi. Endi keling buni yuklab olamiz va tekshirib ko'ramiz. Haqiqatan ham aynan bizga kerakli bo'lgan sahifani konvert qildimi yoki yo'q. Konvertatsiya dokumentimiz yuklandi. Endi shunga kirib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, bizda 5-savoldan boshlangan edi va pastroq tushadigan bo'lsak, bu yerda 11-savolda tugayapti. Mana ko'rib turganingizdek, 11-savolda tugayapti. Ko'pchilik aytishi mumkin, bo'ldimi? Platforma aynan shu funksiyani bajaradim deyishi mumkin. Yo'q, unaqa emas. Bizda yana bitta funksiya mavjudki, u funksiya o'zimizning platformamizga bog'liq. Ya'ni agar siz shu PDFni bizning platformaga yuklagan holda onlayn test jarayoni o'tkazmoqchi bo'lsangiz, aynan shu testni bizning platformamizga yuklashingiz uchun juda ham oson formatda qilib berganmiz. E'tibor bering, mana original PDF. Bu yerda savollar orasida joy tashalgan to'g'rirog'i, ya'ni bir qancha 2 ta 3 ta probel joy tashalgan. Mana bunga e'tibor bering, bunda hech qanday joy tashalmagan. Chunki bizning platformamiz tayyor testni qabul qilishda aynan shunday formatni talab qiladi. Ya'ni bitta shunday formatni emas, mana bu yerda testni raqami albatta bo'lishi kerak emas va test raqam o'rniga, ya'ni testni belgilovchi raqamning o'rniga reshodka bo'lishi kerak va aynan to'g'ri javobning oldida plus belgisi bo'lishi kerak. Bu narsani mana bu yerda ham qilishingiz mumkin, to'g'ri, lekin mana bunda har bitta testning orasiga kelib, bittalab joy tashlab, bir-biriga yaqinlashtirganingizgacha ancha vaqtingiz ketib qolishi mumkin. Shunda biz hisobga olgan holda testni sizga deyarli tayyor formatga keltirib beriladi. Bu yerda bir-biriga yaqinlashtirib, siz shunchaki nima qilasiz? Raqamlarni oldiga kelib, har bitta raqamni oldiga reshodka belgisini qo'yib chiqasiz, raqamni o'chirgan holda va to'g'ri javobni oldiga kelib, bu yerga plus belgisini qo'yib qo'ysangiz, platformamizga yuklayotganingizda buni oson tarzda qabul qiladi. Shu orqali siz shu testni platformaga yuklagan holda bemalol onlayn test jarayonlarini o'tkazishingiz mumkin bo'ladi. Demak, PDF dan Wordga funksiyamizni ko'rib o'tdik. Aynan bizda qaysi funksiyalar borki, boshqa platformalardan farqlanib turadi degan savollarga menimcha javob oldinglar degan umiddaman.
Bugungi darsimiz aynan shundan iborat edi. Agarda platforma haqida yana qandaydir foydali videolarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, resurs bo'limiga o'ting va bu yerda yo'riqnoma bo'limiga bossangiz, bir qancha yana platformaning boshqa funksiyalari haqida bir qancha foydali videolar mavjud. Bemalol ko'rib, o'zingiz o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.